ketyapman. Sen meni do'stimsan. Sen kimlardadir gapiga kirib, unda yoshlik qilib ish qilma. Men agar mashina ishlarni qilmaganingda 3-4 kundan keyin o'zimga kelib, men borib kerak bo'lsa, do'stim uzr deb, yana batillarni davom ettirar edim men. Yana batillarni davom ettirar edim. Sen menga qarshi chiqma. Tushunsanmi? Men seni hech qayta gapirganim yo'q, Allohga qasam. Men seni hech qayta gapirganim yo'q. Sen WhatsAppda o'ta yomon Ali Banat, Uz Istanbul, UA, Aqbala kirib olib, Aqbalani meni yomonlashga majburlading. O'zingda chiqib chumoqib ketdi Aqbala. O'zingda chumoqib ketdi. Men bu gapni nima qilmoqchiman? Azizni 60 odam bilan qog'izamiz, Azizni sikamiz, Azizni pizlis qilamiz deb WhatsAppda hammalaring gaplashyapsizlar. Azizni sindirish, Azizni yo'qotish senlarga emas. Yana bir bor aytyapman. Azizni yo'qotish, Azizni sindirish senlarga emas. Azizni Xudoyim sindirmasa, senlar sindirolmaysan. Xudoyim sindirmasa, senlar sindirolmaysan. Men sizlarga aytyapman. Akalar, men xafa bo'lganim, men gapirmayman degandim bu tema bo'yicha. Umuman Sardor haqida men gapirmoqchi emasdim. Prosta meni xalqqa yomon ko'rsatish uchun Aqbalani, o'ta yomonni, Ali Banat, Istanbul, UA hammasi WhatsAppga jam bo'lgan. Haliginda jam bo'lib, Azizni yomonlaysan debdi, men senga aktiv beraman debdi. Men senga palon beraman debdi Aqbalaga. Aqbala ham bo'p yomonlab beraman debdi. Hamma zapisini menga tashlab beryapti mana. Aqbala seni kutyapmiz, bo'ldi, o'ta yomon. Hammamiz gaplashdik, tamom, bitta gapirib ket. Bitta gapirib beradi meni yomonlab. Hali odamlarning ichida meni yomon. Do'stim, yana bir bor aytyapman. Agar mendan o'tgan bo'lsa, Sardor, Alloh uchun meni kechirib qo'y. Mendan o'tgan bo'lsa, Alloh uchun kechirib qo'y. Bugun yo'llarimiz ayron. Sen o'zing yo'lingdan, men o'zim yo'limdan. Sen bunaqa ish qilmaganingda men 2-3 kundan keyin men o'zimga kelib, borib podpiska qilib, do'stim, o'shanda ham men uzr so'rab berdim. Uzr do'stim, ichi Nasrinam ayda bo'lib qoldi, shuning uchun ashna bo'lib qoldi deyardim. Lekin sen men sen orqangdan hech qachon ish qilmaganman. Gapirgan bo'lsam Aqbalaga qamalib qoldi degan bo'lishim mumkin, yolg'on emas. Lekin men seni orqangdan u ish qildi deganim emas. Orqangdan ish qildi deganim emas. Uz Istanbulga WhatsAppga kirib olib, meni yomonlashib, Ali Banat reja qilishib, o'ta yomon reja qilishib, nima bo'ldilaring? Ko'tlaring ochilib qoldi mana. WhatsAppga kirib olib, Azizni pizlis qilamiz deb mana rejalari. WhatsAppda gaplashishdi. Azizni sikamiz deb. Itaramiz deb. Endi bu qaranglar. Aqbalani kutyapti. Bu yerda o'ta yomon gap boshlaydi. Ketdi, turma bo'ldi. Endi sen men bilan o'yin qilasan degan ekan, nima qil? Kimga? Kurdistonlikning ismi nima uni? Aqbalaga. Qachon? Sardor o'zini bilmaganga so'yapti. Bag'da Aqbalani chaqirib yotibdi mana. Cho'takansan-ki, tavba qildim. Qochib bilate pusta slov bilan. Xolangni kirtiga sizga gandon sassiq chol bilate. Aqbala seni kutyapmiz, bo'ldi, o'ta yomon. Hammamiz gaplashdik, tamom, bitta gapirib ketasiz. Bular
WhatsAppda reja qilishdi. Aqbala mujiksan. Aqbala mujiksan. Menga telefon qildi, zapsdan tashlab berdi. Aziz bular seni sikmoqchi dedi. Sardor, Alibanat, o'ta yomon, Istanbul. Seni sindirishmoqchi. Meni hech kim sindira olmaydi. Yana bir marta aytyapman. Meni hech kim sindira olmaydi. Qo'tag'imni kundaga qo'yib, bor vujudimni qo'yib, kerak bo'lsa bu yerdan men pulimni olib chiqib ketaman. Meni hech kim sindira olmaydi. Sizlarga aytyapman, yana bir marta aytyapman. Sardor, yoningdagi qo'taq boshlarni gapiga kirib, do'stligimizni uzma. Men senga yana bir marta aytyapman. Qo'taq boshlarni gapiga kirib, bizni do'stligimizni buzma. Men seni aktiving uchun, men seni bir narsang uchun men do'st bo'lmaganman. To'g'ri, menga yordaming teggan, rahmat. Tanijoning sog' bo'lsin. Men yordaming teggan. Ziyoning tegmagan. Poyding lubu juda teggan menga. Meni ham poydam senga teggan. WhatsAppga kirib olib, to'rtta qo'taq bosh bilan Aziz bunday qilamiz deb meni Alloh sindirmasa, sizlar butun bitta jamoa bo'lib, butun TikTokerlar meni yomonlasalaynam, meni hech kim sindira olmaydi. Meni hech kim sindira olmaydi. Jonlaring sog' bo'lsin. Mayli sindirishga harakat qilib ko'ringlar. Meni sindirishga harakat qilib ko'ringlar. Qo'llaringdan kelsa sindiringlar. Qo'llaringdan kelsa sindiringlar meni. Sizlarga qolmagan meni sindirish. Do'stligimizni, oqibatimizni yo'qotma. Seni oldingda qo'taq boshlar bor, 3-4 kallaliklar. O'shalar seni boshqaryapti. O'shalar seni boshqaryapti. Men gapirmoqchi emas edim. Prosta kerak yo'q. Chiroyli bo'lib yur. Sen bilan beta battle o'ynamaydi degani o'zi bo'ldi, tamom. Sardor bilan yuz ko'z emas, bo'p ketdi degani emas. Kelsang kutib olaman. Toshkentga kelsang kutib olaman. To'ying bo'lsa boraman. Hasharing bo'lsa boraman. Qanaqa to'y to'nag'ing bo'lsa boraman. U betta ulanmagani, betta gaplashmagani degani bo'ldi, tamom. Do'stlikni yig'ishtirish kerak, Azizni sikish kerak. Bizga qarshi chiqyapti. WhatsAppda bilan hammalaring kirib olib, o'ta yomon, qo'tag'im yana turyapti. Hech narsa bilmagandek. WhatsAppda suhbatlashib chiqishyapti. WhatsAppda suhbatlashib chiqishyapti bular hammasi. Lekin mana shu bola ko't o'sa ham Aqbalaga kattakon rahmat. Aqbalaga kattakon rahmat. Joni sog' bo'lsin, mujik ekan. Mujik. Shunday chiqib, Aziz dedi, bu gandollar dedi, gala qo'tag'i boshlar seni sikmoqchi bo'lyapti dedi. Hamma zapsini tashlab berdi. Meni seni yomonlagin deb ghost yotishib chaqirishyapti dedi. Oldin WhatsAppda rejalashtirdik dedi. O'ta yomonlikdan bo'ldi, o'ta yomon gap boshlikdan bo'ldi dedi. Haqiqatda mana zapis keldi mana hozir. O'ta yomon publikaga o'ynashni o'zi biladi, WhatsAppda o'ynashib chiqishdi, gaplashib. Ketdi, turma bo'ldi, endi sen men bilan o'yin qilasan degan ekan, nimaga? Kimga? Kurdistonlikning ismi nima uni? Aqbalaga. Qachon? Shuning uchun Aqbalaga yetgan taqdirimda ham hech narsa o'zgarmaydi. To'g'ri, yetganman, men yolg'on gapirmayman. Hech narsa o'zgarmaydi, u yomon so'z emas. Shuning uchun meni korоче o'sha gap. Aka, prosta xafa bo'laman-da.
xafa bo'laman. Bilad, onasini sizga o'zi 3-4 kundan beri Nasrina buzilib yuribdi-da. Nasrina yo'q. Nima bo'lgan taqdirda ham Sardor meni o'rtog'im, jigarim. Bilad, qaytdimi gandullarni gapiga kirib, bilad, Azizni u qilish kerak, Azizni bu qilish kerak, Azizni sindirish kerak, Azizni bir narsa qilib xalqqa yomon ko'rsatib, auditoriyasini sug'urib yo'q qilib tashlaymiz deb WhatsAppda kirib, "Ey Sardor, ko'zingni och, ey, sen bilan biz bilad qachangi do'stlarmiz, ey. Qachangi og'aynilarmiz, ey." U Istanbulda gapiga kirib, o'ta yomonda Ali Banatni gapiga kirib, bu ishlarni qilma. Ertaga ko'zimizga tushib bitta joyda o'tiramiz yana, xudo xolasa.